Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi prezentatsiya mavzuyimiz o'simlik protoplastlarini olish usullari hisoblanadi. Bugungi video dars mobaynida sizlar bilan o'simlik protoplasslarini nima ekanligi, ularning ahamiyati, olinish usullari hamda biotexnologik hamda o'simlik genetik o'sha amaliyotlarida qanday qilib qo'llanishi haqida gaplashamiz. Protoplastlar yuqorida aytganimdek biotexnologiyada hamda o'simlik gen va hujayra muhandisligida muhim o'rin egallaydi, chunki protoplastlar yordamida yangi nav o'simliklarni yaratishimiz mumkin bo'ladi hamda o'simlik ustida qanday genetik tajriba qiladigan bo'lsak, barchasini protoplastlar yordamida amalga oshirish juda ham qulay hisoblanadi. Demak, protoplast nima ekanligi haqida gaplashamiz. Protoplast o'zi aslida o'simlik hujayrasining hujayra devori to'liqligicha olib tashlangan hujayra hisoblanadi. Ya'ni protoplast o'sha faqat plazmalemma va uning ichida joylashgan sitoplazma hamda turli xil o'sha hujayra organoidlardan iborat bo'lgan tuzilma hisoblanadi. Protoplast so'zini 1880-yilda Kleker tomonidan o'sha fanga olib kirilgan hisoblanadi. Protoplast umumiy holatda olganimizda dumaloq shaklga ega hamda osmotik bosimda demak turuvchi tuzilma hisoblanadi. U osmotik bosim ta'sirida yorilib ketmasligi uchun maxsus demak muhitlarda saqlanadi. Endi esa protoplastlar nima uchun bunchalik ahamiyatli ekanligi haqida gaplashamiz. Demak, dastavval protoplastlar yordamida somatik gibridizatsiya demak turli tur o'simliklarni bir-biriga demak chatishtirish amaliyotlari olib boriladi. Bundan tashqari genetik transformatsiya amaliyotlarida ma'lum bir xohlagan o'sha genom tarkibiga DNK kiritish hamda CRISPR texnologiyalarida ham aktual qo'llaymiz protoplastlarni. Bundan tashqari yangi o'simlik navlarini regeneratsiya qilish uchun ham foydalanamiz. Ya'ni bitta protoplastdan tayyor organizm o'simlikkacha demak mahsulot olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'sha sitologiya fanimizda ham hujayrani o'rganishda juda ham yengillik tug'diradi o'sha o'rganish jarayonlarida. Afzalligiga keladigan bo'lsak, protoplast devorsiz hujayra bo'lganligi sababli barcha amaliyotlar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Demak, protoplast texnologiyasini qo'llash yordamida amalga oshirilgan hozirgacha o'sha ilmiy ishlarni misol qilib keltiradigan bo'lsam, birinchi rasmda ko'rayotganingizdek, pomato o'simligi, ya'ni pomidor hamda kartoshka o'sha o'simligini o'zaro chatishtirilgan demak o'simlik turi hisoblanadi. Bu o'simlik turimiz yerning ustki qismida pomidor hosilini oladigan bo'lsak, yer ostki qismida demak kartoshka tugunaklari o'sib chiqadi. Demak, keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, turli xil turdagi o'sha somatik gibridizatsiya usulidan foydalanib turli o'sha apelsin, mandarin demak tur o'simliklarni o'zaro chatishtirish natijasida urug'siz, tez archiladigan hamda o'sha yuqori hosil olsa bo'ladigan o'simlik turlari yaratilgan. Bundan tashqari kartoshkani turli xil o'sha virusli kasalliklarga chidamli bo'lgan navlari yaratilgan. Bundan tashqari CRISPR texnologiyasi qo'llanilganda kartoshka o'simligida kraxmal sifatini oshirish uchun demak maxsus genlarni olib tashlab amaliyot bajarilgan hamda shirin kartoshka, ya'ni batat o'simligimizni demak sho'rga chidamli bo'lgan turlari yoki navlari o'sha yaratilgan hisoblanadi. Bu yoqda o'sha yuqorida aytib o'tilgan misollarni to'liq o'sha ma'lumotlar keltirilgan. Bularni yaxshilab o'qib chiqasiz deb umiddaman. Xo'p, protoplastlarni olish usullariga keladigan bo'lsak, bilishimiz kerakki, protoplastlarni ikki xil usulda olishimiz mumkin. Bu mexanik hamda fermentativ usullar. Mexanik usulimiz 1892-yilda Kleker olim tomonidan fanga olib kirilgan hisoblanadi. Mexanik usulimizni demak mohiyati o'sha
biron bir o'simlik hujayrasini gipertonik eritmada plazmolis demak jarayonidan o'tkazdirib hamda mexanik kesib yoki bo'lmasa maydalab undan protoplastlarni ajratib olishga asoslangan hisoblanadi. Kamchiligi keladigan bo'lsak, bu usulimizni juda past hosildorlik bo'ladi hamda hujayra shikastlanishi juda ham ko'p bo'ladi hamda hozirda kam qo'llaniladi yoki deyarli umuman qo'llanilmaydi. Ikkinchi fermentativ usulga keladigan bo'lsak, bu usulimiz 1960-yilda Cooking tomonidan o'sha amalga oshirilgan hamda fanga olib kirilgan. Bu usulimizning mohiyati turli xil fermentlar yordamida hujayra devorini parchalashga asoslangan hisoblanadi. Afzalliklariga keladigan bo'lsak, mexanik usulga qaraganda bu usulimizda demak hosilimiz yuqori bo'ladi hamda o'sha hujayralarimizdagi ajratib olinayotgan protoplastlar yuqori hayotiylik natijasini ko'rsatgan. Hop, turlarga keladigan bo'lsak, fermentativ usulimiz bir vaqtning o'zida yoki ketma-ket amalga oshiriladigan turlarga bo'linadi. Fermentativ usul bosqichlariga o'tadigan bo'lsak, demak, dastavval yosh, sog'lom o'sha barglar tanlab olinadi hamda 70% etik spirti hamda natriy gipoxlorid demak eritmalarida sterillab olinadi. So'ngra pastki epidermis tozalash yoki bo'lmasam 0,5-1 millimetr qalinlikdagi chiziqlar kesish yordamida o'sha amaliyot bajaramiz. So'ngra preplazmolis, ya'ni 0,4-0,7 molyarli mannitol yordamida preplazmolis demak jarayonni amalga oshiramiz. So'ngra ferment eritmasida inkubatsiya qilamiz, ya'ni 1-2% selluloza hamda 0,4-0,6% matseroidin fermentlar yordamida demak 24-48 soatga 5,5-5,8 pH demak ko'rsatkichida 4-18 soat mobaynida qorong'ida yengil chayqatish ya'ni shekerlarda amalga oshiramiz jarayonni. So'ngra filtrlash 60-100 mikrometr kattalikka ega bo'lgan membrana teshiklaridan demak filtrlab o'tkazamiz. Filtrlaganimizdan so'ng sentrifugalash va tozalash bosqichiga o'tamiz. Sentrifugalaganimizda demak o'sha erkin protoplastlarimiz hujayra devoridan xoli holatda bo'lgan bizning supernatant qismimizda joylashadi. Hamda ularni o'sha hayotiylik testi o'tkazamiz. Bo'yoqlar bilan bo'yab ko'rib, o'sha tirik protoplastlarimiz porloq yashil rangda bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana xuddi shu fermentativ usulni demak sxematik ko'rinishda tasvirlangan rasm hisoblanadi. Bu rasmni ham ko'rib qo'yishingizni maslahat beraman. Endi esa mexanik usul bilan tanishamiz. Demak, mexanik usulimizning bosqichlari quyidagilardan iborat hisoblanadi. Dastavval sog'lom o'simlik bargi tanlab olinadi hamda u etil spirti va natriy gipoxlorid eritmalari yordamida sterilizatsiya qilinadi. So'ngra demak plazmolis jarayoni amalga oshiriladi. Demak, bargni yoki bo'lmasam epidermis qismini o'sha gipertonik eritmaga, misol uchun 1 molyarli saxaroza yoki bo'lmasam 0,7-1 molyarli demak mannitol eritmasiga solib qo'yiladi. Demak, bu bosqichda hujayra o'sha protoplast hujayra qisqarib, kichrayib, hujayra devoridan ajralib, markazlashib joylashadi. 30-60 daqiqa yoki bo'lmasam to'liq plazmolis bo'lguncha o'sha saqlab turamiz maxsus eritmada. So'ngra plazmolis hodisasi yuz bergan o'simlik hujayralarimizni olamizda mikroskop ostida demak o'tkir pichoq bilan, maxsus pichoqlar bilan birgalikda kesamiz hujayra devorida. Bu paytda hujayra devori kesilganda ajralgan protoplastlar demak chiqib keladi va bu protoplastlarni yig'ib olib osmotik muvozanatli eritmaga, misol uchun 0,5-0,7 molyarli saxaroza eritmasi bilan yuvamiz. So'ngra filtrlab sentrifuga qilish orqali demak hujayra devori qoldiqlari hamda shikastlangan hujayralardan tozalab olamiz. Hamda hayotiylikni tekshirish uchun maxsus fluoressent bo'yoqlar yordamida bo'yalib mikroskop ostida ko'rilganda porloq yashil holatdagi hujayralarimiz demak tirikligini saqlab qolgan protoplastlar hisoblanadi. Mexanik metodimizni demak sxematik tarzda xuddi shunday ko'rinishda tasvirlashimiz mumkin bo'ladi.
Demak, protoplast olish usullari shulardan iborat edi, texnologiyasi. Endi esa, hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga demak fermentativ hamda mexanik usulni aynan laboratoriya sharoitida professional tarzda qanday qilib amalga oshirilishini aks etgan video havolalari, demak, videoning pastki qismida joylashgan hisoblanadi. Bu havolalarga o'tib, albatta siz ikkala videoni ham ko'rib, o'sha hayotiy amalda qanaqa demak amalga oshirilishini, tajribamizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Fermentativ usulga keladigan bo'lsak, o'sha Jove platformasidan olingan bo'lib, bu videoda Arabidopsis o'simligini 14 kunlik o'sib turgan o'sha o'simlik qismlarini olib turib, ularga ishlov berib, maxsus fermentlar, selluloza hamda pektinaza fermentlari bilan ishlov berilib, keyingi jarayonda demak, sentrifugalash, filtratsiya hamda o'sha hayotiylik testini ko'rish bosqichlarimiz to'liqligicha ko'rsatilgan hisoblanadi. Va o'ta professional tarzda, demak, laboratoriya sharoitida aynan mana shunday holatda ishni olib borishimiz kerak bo'ladi. Bu videolarni albatta ko'ring. Mexanik usulimizda esa o'sha klassik avval biotexnologiya dastavval rivojlanish bosqichlarida o'sha mexanik usulda qanday qilib hujayra protoplastlarini ajratib olingani, ularni qanday qilib o'sha osmotik eritmaga solib qo'yildi va qanday qilib o'sha hujayra devorlari kesilib, o'sha tayyor ajratib olingan protoplastlar qanday ajratib olinganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi video darsimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.